Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Matematikadan video darslarini davom ettiramiz. 3-mavzu qoldiqli bo'lish. Mavzuni boshlamasdan oldin videoga bir dona like bosing, kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldirib qo'ying. Demak, bugungi mavzumuz qoldiqli bo'lish. O'zi qoldiqli bo'lish nomi. Bilamizki, biror savol bor. Masalan, 21 degan sonini 4 ta bo'lish kerak. 21 ni 4 ta bo'lsa, kasr qismini o'tirib qo'yishimiz mumkin, lekin biz yosh vaqtlarimizdan bilamiz, 21 4 ta bo'linmaydi. 5 dan beramiz. 20 ayirsam 1. Mana shu qolgan narsaga nima deb aytamiz biz? Qoldiq deb aytamiz. Va bu mana bu ko'rinishda yoziladi, ya'ni 5 dan yetib k teng 1 ko'rinishda yoziladi. Endi shu narsani haqida bugun gaplashamiz. Ya'ni murakkab qoldiq nima? Demak, birinchi formulaga kirizamiz. Formulani ol. Agar biron bir a sonini b ga bo'lsam, s dan yetib q qoldiq qoladigan bo'lsa, mana bu a sonini topishim uchun men b ni s ga ko'paytirib, ustuna k ni qo'shishim kerak va mana bu ifoda qoldiqli bo'lish ifodasi deb aytiladi. Va bu yerda har birini odi bor. Nechta turibdi? Bo'linib turibdi. Demak, nima bo'ladi odi? Bo'linuvchi bo'ladi. B alasa bo'lib turgani uchun bo'luvchi bo'ladi. S alasa bizda bo'linma, lekin to'liq emas. Ya'ni qolib ketib turibdi qoldiq. Demak, shuning uchun to'liqsiz deb aytiladi. To'liqsiz bo'linma. Masalan, q degan narsamiz bizda qoldiq deb aytiladi. Endi misollarni ishga olamiz. Misollar endi oson va qiyin turli xil misollar bor. Misollar, masalan, birinchi misol 27 31 45 ko'paytmadan 5 ga bo'lgandek qoldiqni toping. Nechta topamiz ko'paytmadan 5 ga bo'lgandek qoldiq? Demak, 5 ga bo'lganda qoldiq toping. Qoldiq toping. Birinchi navbatda e'tibor etamiz. Mana shu ko'paytmadagi qaysidir bir son 5 ga bo'linadi. 45. Bundan gap chiqadi. Mana shu ko'paytmani 45 bo'lishga bo'lingani uchun ko'paytmaning natijasi 5 ga bo'linadi. Demak, bu yerda q teng 0 bo'ladi. Yana bir misol ko'ramiz. Endi sal qiyinroqdan ko'ramiz. 45 70 33. 11 ga bo'lgandagi qoldiq. Demak, bu son ko'paytmani 10 ga bo'lgandek qoldiq. Nechta topamiz? Ko'paytmani 10 ga bo'lgandek qoldiq. Har bir ko'paytuvchini 10 ga bo'lamiz. Demak, 45 ni 10 ga bo'lsam 44 dan yetib, ya'ni 44 bo'linib 1 qoldiq qoladi. 1. Va qoldiqlarni ko'paytiramiz. 70 ni 10 ga bo'lsam 66 bo'linib 6 dan yetib, demak 4 qoldiq qoladi. Ko'paytirib. 33 10 ga bo'linadi ekan. Ana yana shu narsaga keldik. Demak, mana bu narsa 10 ga bo'linadigan bo'lsa, mana bu ifodaning barcha qismi 10 ga bo'linadi. Endi sal qiyinlashtirish uchun mana shu qismni 8 etamiz. Demak, 38 dan 33 bo'linadi, 5 qoldiq qoladi. 5. Natijasini ko'paytiramiz. 20. Endi qoldiqni ko'paytirgan, mana bu qolgan qoldiqlar, bular ko'paytirgan natijamizni yana 10 ga bo'lamiz. Ya'ni 20 ni 10 ga bo'lsam, 1 dan yetib qoldiq 9. Demak, 9 mana shu ifodani 10 ga bo'lgandek qoldiq 9 ga teng ekan. Endi ko'pchilikni qiynaydigan misollardan bo'lsak, masalan, 2 ni 20-sini 7 ga bo'lgandek qoldiq. Toping dedi. Eng muammoli misollardan birisi, ko'pchilik qiynaladi bundan. Nechamiz? Birinchi navbatda mana bu 2 ni qaysidir bir darajasini 20 dan ajratib olamiz. Masalan, men ajratgan bo'ladim 2 ni 4-sini 5-si bo'ling 7 shaklida yozib olamiz. 2 ni 4-si nechaga tengadi? 2 ni 4-si bu biz bilamizki 16 ni 5-darajasini 7 ga bo'lgandek qoldiq. Endi yana shu qolishindagi sonni xuddi 7 ga bo'ljakdagidek 7 ga bo'linadi va bo'linmaydigan qismini ajratib olamiz. Buning uchun 14 bilan 2 ni tanlaymiz. Demak, 7 ga bo'lamiz. Mana bu 7 ga bo'linsa, Newton binomidan buni ochib chiqsam, 14 ni 5-si va 14 ni darajalari kamayib boradigan to oxirgisida yo'qolib ketadi. Ya'ni unda 2 ni 5-si paydo bo'ladi. Qolgan hammasi esa 7 ga bo'linadi. Demak, shunda 2 ni 5-si bo'lingan 7 qoladi oxirida. Ana endi bizdan qoldiq so'ralganligi uchun mana shuni 7 ga bo'lgandek qoldiqni olsak bo'ldi, lekin javob to'g'ri chiqmaydi, ya'ni to'liqsiz bo'linma. Toshkent kelmaydi bu yerda. Ana endi bu 32 buni 7 ga bo'lganda qoldiq 28 ga bo'linadidan biron bir a dan 7 deymiz endi, chunki bu yondagi to'liqsiz bo'linma bor bizda. Faqat qoldiqni yozib qo'yamiz, demak qoldiq 4 ga teng ekan. Endi ko'pchilikda muammo bo'ladigan yana bir misollardan bir tipidan birisi, biz ko'p bilamiz bu narsani. Masalan, 245 ni 7 ga bo'lgandagi qoldiq edi. Shu misol ham hattoki muammo bo'ladi. Nechamiz? Oddiygina o'zimiz bilgan usulda bo'lamiz buni. Demak, 7 ga bo'lamiz. Buning ichidan necha marotaba? 3 marotaba, 3 7. 21 ayirsam 3 5 va bu 5 dan to'g'ri keladidan 35 ayirsam 0. Bundan gap chiqadi, mana bu ifoda 7 ga bo'linadi ekan. Ya'ni 35 dan 7 qoldiq 0. Bu yerda qoldiqsiz bo'linadi deb aytadi. Agar shu mavzuni tushungan bo'lsangiz, kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldiring va videolarga bir dona like bosib qo'yishni unutmang.